Assalamu alaikum qarindoshlarım. Tünögün ben Kanada'nınki bir yerde gaqigim yo'qdi. Uslu oynagan birsininki, bir ayasızninki videosunu chiqarib qo'ydim. Buni chiqarib qo'yish qandaqdir bir medialarni o'qib, buni o'gnayli deb tashviq qilish niyatida chiqarib qo'ymagan. Manandan ibrat olsun deb turib chiqarib qo'ygandim. Anadikin to'satdan jiq aks sadalar yangrab ketdi. Şunu bilan men bu yerda bir so'zligim kelib qoldi bugun. Ayrim xonamda voy Allah seni onda qag'aydi, munda qag'aydi deb bu usulni men o'ynamasam hammadan man bilan bo'lib ketdi. Bu videoningki kelish manbasini bishidir deb o'tay. 3 kun ilgari menga bir Türk tashkilotda ishlaydigan birsininki ayoli menga bu videoni tordagi bir adresi bilan ivatib qo'ydi. Bunun terbiye kılınlar, bu bir şerefsizlik, şu sizlerinin ağzı Uygur'un körüp atkan günü mandaq dursa, bu neymiş ki Xitayga Çin'nin elçixanasıga berip uslu oynaydı. Çünkü ben bununla 3 qitim terbiye kılan, özem berip terbiye kılan bu ayalga, sen onda kılma, bu degen şerefsizlik, hayasızlık degen gepni qayta degendim. Sen beşideki videolarını körüp bak dep neçe yıldan aldıdaki şu Xitay konsulda oynagan usullarının videolarını ivetip koyuptu. Şunu ben onunla yanıla iğrenişimidim desem bo'lmaydi. Bu hem de bu yerlerge çıkırıp yürmey dep oylap men gaqib bakay dep durup dedim. Kanada'daki bazen qeyrindaşlarım bilen paranlaştım. Şuna paranlaştış argıca tünögün keşte Amerika'dan yana bir sığlımız mı? Bana şu videonu ivetip koyuptu. Şuna çan durmay, çıkırıp eteyim motorga dep durup qısam çıkırıp eteyle ya da. Çünkü bu bir hayasızlık. Bu hayasızlıkni bildirip koyuşumuz gerek, terbiye eriş gerek, kızları valla, oğulları valla dep durup mesletliş arkadaş çıkırıp ettik. Çıkırıp etsem diyen Dünya Uygur Kurultayının bazen kolluğucuları kalmadı setgep bilen tillamagan. Bazılarını çaplap koydum, belki resvalarını çaplamadım. Usulunu o oynasam mağıt hücum başlanıp gitti. Bazen xeyli adamdakla bir ballar var demiş, torlarda gep kıladığan. Aşlamı bunda işini Türkler bilip kalmışsın. O bu Türkler bana ivetip etse sen bilmedin mi? Numus ma hayasızlık dep bana ivetip etse Türkler bilip kalmışsın dep. Hey, aklın bağımı akasının dedim çıkları bilen ayrım sözleştim. Ayak yazgın mükemmedi bazılarına. Hey, usulunu ben oynamadım. Usulunu oynadı. Miyerenge piçakını koyup durup usulga apamaygandı o yerde Kanada o. Vatandakilarni o mecbur toyga kıstavatıdı. Mecbur xotun kıvatı, mundaq kıvatı desek. İlacısızlıktan desek. Kanada'da mı ilacısızlıktan şundak kıvatam da. Bazıları bana depti o degan yolg'iz anıtı ajrashib ketgan bir usulchi erivatdi, u Xitoy olma deb yurgan, bu bir shundoq yurib bermedi. Buni tarbiya qilgan odam chiqmagan, erlarni yiqib qo'ygan, g'iljiqishib o'ltirdi. Endi bir so'rinlarda daptutlar bilan dedi. Hey, izzat atmamsizlar, aqasinglar. Mana Türk milleti mana dedi ma gapni. Mana gap qilma, hayosizlik, ma sharafsizga gap qil dedi ma. Özünün milletiga ma şerefsizga gap qil dedi. Haqqasını bilişemse, numusni bilishmamsa, chapan yepishdan nima hojati bu ishga? Bu hayasızlık biz chapan yapamdı. Şunchilik hayasız millet dokettikmi? Xalqni hayasızlığını kömesizlik gözümüzü itip, kulaqni itip durup, xalq mağa başka bir millet mağa gap qil. Ma bir numussizlik, ma hozirgi vaqtda bekli bir numussizlik. Başka bir sorunlarda usul oynaydı bu ayal. Xitay konsulluğa məxsus usul oynayırgan, bunundan başka Xitay çıkmam da. Uygur berip oynap beriş gerek mi? Aş bezimi sorunuğa. Yüzünüz nursuz olup gitipti. Muşundaq piştinilerini nim kılıp da. Hey, ağaçağının usulu mu avu oynavatkan? Sen şunu pulunu tan xəşləp bildi yaşavatkan oxşmamsa qalsın dedim. Çabaq çeppegelerinin için sen mi bakense şunu kuturap gettin. Başka mezmunlarga köngül bölmedin o. Tor süpürgeleri var o bazen bir. Nerede yağlak çekmegeni var mı? Yeni birini
ko'chilab ketadigan odam xalqning yalang'och usuli, yarim yalang'och degidek usulga Xitoy konsuliga berib, maxsus shu usul o'ynamasa boshqa odam chiqmanda Xitoyda artist yo'qmi? Xitoyda usul o'ynaydiganlar yo'qmi? Uyg'ur berib o'ynab bermasimi? Hey, nomus degani bilmamsizlar? Meningki chiqarib qo'ygan narsamnikiga jihlarning inkosi tuzuk. Ba'zan bir qurt qo'ng'izlar chiqibdi. Qo'yun chiqirib, ani yo'qitib yassangiz bo'ldi. Hey, men media o'qimadim buningga. Türk ayol izzat atqizatdi meni. Uningdagi tunogin kechda bir Amerikadan bir singlimiz evatibdi. Hada, men nima ish? Mo'shuningga bir Kanadadan bir ayaq chiqmagan deb gap qildiganga deb. Hey, manga o'xshash ayolga ajishib ketgan bo'lsin, ishtini sevitib ko'chaga chiqdi degan gap bormi? Oy, bolalarning oldida odamning yuzini saqlaydigan gap qara. Mening yeshimdimi? Menmi 40 yoshda ajishib ketgan. Mening qaysi yeshimda qaysi ishni qilganimni bilmayman. Jundi purishchilik qilishga rozimanki, u yerga berib usul o'ynab bermayman. Xitoyga nima ilojisizlikdan bo'ladi? Urug' tuqqanlarni nim qilib qolgan deb bir muncha cho'chaklarni to'qib ketibdi. Hikoyalarni to'qib yezib ketibdi. Balkim ilojisizlikdan. Hey, urug' tuqqanlaringni ashak solib olsa, ishtiningni savitishing kerakmi endi? Urug' tuqqanimni ayada lagerga solab qo'ydi deb turib, ashta yurish kerakmi? Xitoylarga usul o'ynab berish kerakmi? Bu qandoq falsafa bo'ldi? Biring deysa, olim bo'lganlik uchun hamma gap to'g'ri, po'qvasim yeymiz deysa, sen yeva po'qiysan. Endi birisi usul o'ynab, yalosh usul o'ynab Xitoyga dushmanimizga berib usul o'ynab bersa, men konsulga berib usul o'ynabdi deganga, men izzat atish degan yo'q. Hey, menga turk xalq dedi, turk. Men izzat atib ketdim. Turklar bilib qolsin, turk bilib menga evatdi. Hey, qarindishim, yüzünüz çimildamdı banda videolarını ko'rganda xalq menga evatdi. Mening undaq bir nimalarim bo'lmadi, ular bilan do'st bo'lmagandiki, men ko'rmaganlar xalq ko'rib menga evatdi. Men berib so'zlashib baqqan o ayol bilan ta'sir qilmaydi ekan. Sizlarda erkak yo'qmi? Erkaklar gap qilsin ananga dedi. İsmlarigacha evatib qo'yibdi. Jiqlar so'rdi, ismini so'rdi deb bering deb. Ismini nima ish qilay? O sharafsizni u yerga chiqarib qo'yib deb o'yladim. Yalğız ana o'g'allik uchun izdin saqlamaydi. Yalğız ana o'g'allik uchun, hey, bu bir sababmi? Bu biz uchun bir xil bana ko'rsatgidek bir sababmi? Yalğız ana bo'lish, yalğız ana o'g'allarning hammasi ko'chaga chiqibdi, hammasi yalang'och usul o'ynaydi, hammasi u yerda aysh-sharat yuriydi deydigan gap yo'q. Izdingni saqlasang bo'ladi, izdingni saqlasang hech bo'lmay haqsin je deb tillamaydi. Meni bo'pti pishnichi, yan birmichi deb tillasimi, meni je deyamaydi. Chunki mening je tarixim yo'q. Chunki je bilan yashaganlar shuni chapan yapalaydi ekan. Tunagin dunyo Uyg'ur qurultiydimi, yana bir moch narsiz ketdi. Mundaqdi, andaqdi. Hey, dunyo Uyg'ur qurultiydi, shapaqlar jiq, jelar jiq endi. Men ko'chadagi xalq chiqarib qo'ygan, Turkiyaning turk xalqi, turk ayollar chiqarib qo'ygan narsani, menga havola qilgan narsani men yomon bo'ladi menga qilmasam. Shuning uchun chiroyli chiqarib qo'ysam, ho'shingni topamay bir nimalarni yezib ketibsan. Ostiga u odamdek shunda jiqballar yezibdi, singillar yezibdi. Voy, bu qandoq degan gap, ojishib ketganligi uchun pulga ehtiyoji bor. Kanadada pulga ehtiyoji bor. Bolalaringning yuzini saqlamaysan. Ay, heliqi bir nima. Nomus qilishni bilmamsa, sana berib, aş turk ayol gaqibdi. Manda qilma, boshqa oshxonalarda usul o'ynasang mayli, lekin maxsus aş Xitoy konsulga sendan boshqa odamni chaqirmayapti. Sening ashak bayrishing xato, yomon bo'ladi. Bu degan sharafsizlik debdi sana. Lekin sen anglamapsan. Men chiroyli chiqarib qo'ydim. Şaykılarının içindeki şapaqlar hammasi chiqib so'zlab ketibdi. Numusni qilmamsa, Türk xalqi Doğu Turkistonda munda bo'lyapti deb igi chiqib, sahib chiqyapti, desteklayapti. Sen qilayotgan ishing nima? Sen Xitoy ekansan, tushundim. Lekin millating degan yana o'zgartirib, naringni sevitib ichib chiqsang mayli. Voy, biz shunchaki hayosiz millatmi? Biz Xitoy olma deb yuribdi Kanadada. Bunu obdan bilisizlar Kanadadagilar. Aş Türk ayol indiq deb berdi. Modirimi yana birimi qilib yuribdi. Hey,
Ma hayasızlıqni haq qısa, ma sət iş deb turib ibrat aladigan gap. Bo'lmasa nega chiqib ibratni bilasiz? Men uqmagandan keyin haq menga ivat berdi ani. Numus qilib ketdim haq menga ivat berganga. Men yana shundaqdim jimmi turay haq shaxsiy ishi deb o'ylab ekanman. Keşif olganda Amerikadan birisi dedi. Degandikin to'xtab tur. Boshqa odam gapirmaydi ada. Sizdan boshqa odam gapirmaydi uningga chiqib. Mumkin emas. Gapib qo'ying dedi. Bizning bolalarimiz emasmi? Sat turdi, qarang, cho'pchon xotin avu. Kichik bir nima emas. Cho'ng boshni ochsa kichik ko'tni ochidi. Bu yaxshi emas degandikin men tunogin chiqarib qo'ygandik, chiroyli chiqarib qo'ysam, ostiga do'stlar yezilib ketibdi. Ba'zilarini qariga tiqdim, ba'zilariga ayrim xalqqa chiroyli yaqildim. Numus degani, biz shunchalik hayosiz millatma. Kanadada sabab diplomda Xitoy konsuliga ilojsizlikdan usul o'ynag'ili, yalang'och usul o'ynag'ili bor degan. Unda sen acizliklaringda xotiningni o'qishmamdi deb qoldim desam, ojishib ketgan u. Oshundoq bir nima hamdi, o'ynisi o'ynayvermamdi debdi xe. Ha bir Uyg'urdi. Gap qo'y sodisini sizlar qilib berayotgan o'xshamamsizlar dedim. Sodi yaxshi o'tibdi-da, shuning uchun shuningga sizlarga bayram bo'pti-da, u ichib bersa dedim. Qarindoshlarim, izzat atishni bilaydi. Bu tor dünyası degan kam kushadichilik, xuddi Twitterda, Twitterni bir kichikli bir uning tuzuk to'liq bir narsa chiqmaydi. Facebookdan sizlarni qochiryotdi deb jiq odamlar dedi. Facebook chiqib gap qilganda nechinglar bor, lekin jimjit o'tirib olib, sizlar shuningdan yengilib qolyapsizlar deb turklar shunchalik deydi. Biz shunchalik kuchayapmiz. Doğu Turkiston desak, sizlar Uyg'ur deb turyapsizlar. Uyg'urning oldida zimin batdi. Vatana bo'lmasa Uyg'urmi yo'q bo'lsa, shuning uchun beshida vatan degan gapni tilingga ol degan gapni menga ta'kidlab turayotgan turklar. Turklar menga vatanni tilga ol. Sen o'zingning millatingni beshida tilga olma, zimining hur bo'lsa, millating mavjud bo'ladi. Shuning uchun vatan degan narsani tilingga ol dedi. Men oldingi kuni chiqarib qo'ydim tunogin. Sharq Turkistonga mustaqillik. Anadagi men Sharq Turkistondan kelgan, men bir Uyg'ur dedim. Aslida Sharq Turkiston mustaqillik desak bo'ldi-ki, Solihmi dedi. Shundaq bir nima qilamiz deb. Bu zaminga ega chiqmasang, millating qanday mavjud bo'lib tura oladi? Assimilyatsiya, o nimalar bo'lib ketyapti, o'sha rasvochilik. Chet eldimi shuning ergishib turib, Kanadada bir davlat turib, Xitoyninki konsuliga berib maxsus usul o'ynab bergan. Hey, aynak qarab baqa numus qilmamsa, aynak qarab baqa qancha yosh kirding? Qancha yosh kirding sen? Balang vaka numus qilmamsa. Men buzuqchilik qilib ajrashmagan qara. Sen nima uchun ajrashgan o'zing savol qo'yib baq. Bu narsa bek numus qiladigan narsa. Adam üçün hayasızlık bir numus iş. Dindimi numus iş. Muşununga dop çöp berip atgan, aslida bir nima yazgan, bir nimalarni bir başdan qaraga tiqdim. Yana ba'zilari var. Nima maqsadda deding, men bilmadim. Ayrim xonangga gaqib qo'ydim ba'zilaringa. Bir boshqa millatdan Türk meyli Türk millatidan bo'lsa-mu, bir Türkiye Türk millatidagi bir odamning menga mushu samimga sog'ini yuzim qizirib ketganini ozdab chiqirib qo'ysam, ayada numus qilmay, ayada patatat qilib tuqunimi ya sen? Ya seningmi xumdan dazing bormi ya? Bir yerlaringda yiltizing bir tutashmi, onu bilmadim. Qarindoshlarim, sat ishga kelganda hay deyishni, ma sat deb samiga sap qo'yayli. Ko'zimizni itib elib, manda qilamiz, oqimiz ichilib ketyapsa. U bir qatimliq, ikki qatimliq ish emasga, u davomliq bo'ladigan ishga. U berib Uyg'urcha o'ynab berdimi? Sizlar o'ylab beqinglar, shu Uyg'urcha usulmi? Bir odam ma'lum yashiga kelganda nima ish qildiganligini biladi. Aql kirmamda odam deganga u yerni ichib yutib turib, ashada mushundaq, mush ay, mush kunlarda berib, ashunda usul o'ynaganga yana chavoqchab o'tirib, mayada siz chiqamsiz bo'ldi. Turklar ko'rib qolmasin, xalqlar ko'rib qolmasin. Xalq ko'rib bo'lgandan keyin menga keldi gap. Meyeringni ishlat, saran qapoq.
Haq ko'rib qolgandan keyin menga evatdi haq. Ben beshida sezmedim onu. Tor kezip yürmeyme men. Qarindoshlarım, sert ishqa hay deyli, sert ishqa yo'q deyli, sert ishqa bo'lmaydi. Ma'noga diqqat qil, agar Uyg'ur bo'lsang degan gapni deb qo'ydigan gap. Xaq yo'qmi Kanadada? Mana Türkning degan gapi, erining degan gapi, erkak yo'qmi oyoqda? Ayolim berib so'zlashib keldi dedi. Ta'sir qilmaydi ekan gap qilinglar ananga. Hammamiz islom dinidan, hammamiz qon qarindosh dedi. Bilib elish, Kanadadagi tashkilot qurib olgan, injiqlab ketdi. Nima qilib o'tirdiganlar berib deb qo'y ochanga, singlingga. Qasım usloynab berganga chavoq chep bergashga, Xitoy konsulluğu berib deb qo'ymisiz deb bek munosabati yaxshi, shuning uchun imi degashga, mushunda qilib beryapti. Ertagin ham kelar yillik san'at kechiligiga hamma yerni sevitib chiqamdi. Ko'rib beqish, bilishval, izzat etmaygan qilin bo'lib ketgan xalq bo'lgandan keyin hayosiz millat emas Uyg'ur. Ma hayosizlarga yo'q deyishni o'rganaylik qarindoshlarim, hayosizlarga. Ajrashib ketganlik uchun hamma nimasini sevitib chiqdi degan gap yo'q. U qanday ajrashish bilan buning nima munosabati bor? Ajrashish bilan Xitoyning konsulluğu ve usul oynashning bir nimasi bormi? Mantiqliq bir bog'lanishi bormi? Xudaylik ilmi cho'nglar po'xvasini yeymiz deganga o'xshash bir munosabati bormi? Buning ilmi bilan qilayotgan ishiningki po'q ishini bersa, po'qni bersa, yeyma desang, "Voy, yeversen biz yemaymiz" dedik. Xuddi ma la'natini, ma rasvani men yo'q, ma xato ish deb turib chiqarib qo'ydim. Zuvanыңа beqib gap qil, nerede oynamxonamda degan gapni hamma to'g'ri chiqarib qo'yma, xat yozib, ovozga aylantirib chiqarib qo'yma. Sen shuning bir nimasi o'xshaysa, shuning qargan chapan yapqandikin. Men o'ylayman, biz nimani ko'rsak ibrat olamiz, yuzingga aynak o'g'ashqa o'zimizga meynatchilikni ko'ra olamiz. To'g'ri shu meynatchilikni haq menga evatib qo'ydi. Menga izzat atayli, chapan yapqanlarning hammasi yo'g'on savol belgisi qo'yib qo'ydim. Chapan yapqanlarga. Uy ben hoşu gitmişler dedim ben o sorunda. Başkalar içip vermegen ki arkasında şu içip vergen ki şu bekrinip yürüp sende dedim. Qarindoshlarım, bundan narsa to'g'ri chiqsa, boshqa millatning beshini ko'rdik. Uyg'ur emasdi desa, ayramxonamda ayol dim dedi. Uyg'ur emas. Qarab bilmaysizlar, Uyg'ur emasman. Men ismini palanchi bunda. Bu nimish Uyg'ur emas deydi, o saranglar deydi. Meningmi palan Türk qarindoshlarimiz bor. Uyg'urning satishlarını beshini ular bayqab oladi ekan biz qaraganda. Biz ko'zimizni itib, ishim bo'lmagandek o'tgan bilan oqimiz ichilib bo'lgan ekan. Mananga tushuntirishni asli berishni yaxshi ko'rmaydi. Ash videolar oyoqlashdi, undaq bo'lmay qoldi. Ba'zan bir nochilarimiz borki, naytimi odamiylik jihatda to'lib tashqan, pishib yetilib ketgan cho'ng zotlarimiz borki, bu yerda o'ng ta'tir gap qiladigan. Qarindoshlarim, po'q yer desam yemayli. Biz po'q yeydigan millat emas. Qeli pokiz ota-onalar qarab beqinglar. Bizga o'ylab beqinglar, zaminimiz bo'lsa, millatimiz bo'ladi. Menga mayliq nimani mito'ga qatnashmamsiz deganda, jiqlar, men qatnashmayman, men ovoz qo'shmayman dedim. Men zamin deganga ovoz qo'shaman. Uyg'ur deb o'tiray desam, az zaminimizni Uyg'ur deb sandi qilib o'tadi. Zaminni olmasam, Uyg'ur nol bo'lganligini bildim. Shuning uchun mustaqillik bo'lmasa, boshqa hamma nima bir tiyinkan deb turib, men mustaqillik degan yerda ovoz chiqirman. O Sharq Turkiston deb ism qilgani bilan mustaqillik degan shuarni vaqira oladigandan qanchasi bor? O'qib beqinglar, qarindoshlarim, savolni qo'ya olamiz. Sharq Turkiston mustaqilligi degan bilan Sharq Turkiston mustaqillik deb shuarni og'ziga elib turib, bayroqni ko'tarib chiqadigandan qanchasi bor? Tashkilotdan Sharq Turkiston mustaqillik, Sharq Turkiston deb turib bir nimani ism qo'yib qo'ysa, Xitoyga Sharq Turkiston deb ism qo'yib qo'ysam, agishi beramdiq. Xumdan dazvalaga, sizlar agishinglar, men agishamayman. Chet eldimi mushtaq vaqtlardimi, geninglarni tadqiq qilib, anandagi turlarga ayirib, Uyg'urlarni mundaq qilib, mundaq tarbiyalab, mundaq qilamiz deb turib, qilganlarga la'nat sizlarga. Bu degan gapimni o'zi tip oladi, ma'lum birsi. Shundaq bir kunlar keladi. Rasuldan kuningga oz qolganda Xudomi urudi bundaq odamlarni deb o'ylayman. Rahmat qarindoshlarim.
Deydiğen gepim bugün müşegice.